Assalomu alaykum. Men Bo'riyeva Nilufar Anvarovna Registon o'quv markazining Universal filialida ingliz tili fanidan dars beraman. Bugun sizlar bilan fevral oyida bo'lib o'tgan oylik test imtihonlarining ingliz tili fani testlarini birgalikda tahlil qilamiz. Birinchi savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, grammatik savolimizda there is hardly bo'sh joy bor. Sugar left. To'g'ri javob A variant bo'lgan. Any so'zi nima uchun? Chunki bizda hardly so'zi not ma'noni bildiradi, ya'ni notga teng. Not kelganda esa biz qoida bo'yicha any so'zini ishlatamiz. Ikkinchi savolimizda rasm berilgan ekan. Which part of the man body part hurts him at the moment? Ya'ni o'sha insonni ayni damda qayeri og'riyapti deb savol berilyapti sizga. Ko'rgan bo'lsanglar, yelkasini ushlab turibdi. Shuning uchun ham to'g'ri javob C variant bo'ladi, ya'ni shoulder. Keyingisi, uchinchi savolimizda to'g'ri variantni tanlang deyilyapti va bu yerda zamondan savol tushgan. To'g'ri javob D variant bo'lgan. Nima uchunligini ko'ramiz. He was taught to swim by his cousin in his childhood. Bizda kalit so'z in his childhood, bolaligida degani. Bu o'tmish kelganda biz A bilan C variantni chiqarib yuboramiz. Ikkita variant qolyapti, B bilan D variant. B ning xatoligi bu yerda aktiv bo'lib qolgan. Ya'ni unga bolaligida by his cousin degan joyga e'tibor beringlar. Ya'ni qarindoshi tomonidan suzilishi o'rgatilgan. Demak, bu gap o'tmishdagi passive voice. Passive voice esa biz to be olamiz, ya'ni was were shakllari. Bu yerda was kelgan, he bo'lgani uchun va to'g'ri javob was taught, ya'ni o'qitilgan bo'ladi. Agar siz B variantni olib qo'ysangiz, u o'qitgan degan tarjima bo'ladi va ma'nosi biroz buzilib ketadi. To'rtinchi savolimizda internet so'ziga mos keluvchi, demak, so'zni toping deyapti. Ada, tight, bridge, connection va relation so'zlari kelgan. To'g'ri javob connection, internet aloqasi, internet connection deb aytamiz. Keyingi 5-savolimizda phrasal verb kelgan ekan. Phrasal verbni qaysi ma'noda kelganligini aniqlang deyishyapti. Xo'p, gapni o'qiymiz. We set off early and took the 10 o'clock ferry. Ya'ni biz sayohatni erta boshladik. Bu yerda sayohatni boshlamoq ma'nosi kelyapti. Shuning uchun ham started a journey so'zi C variant to'g'ri keladi. Ya'ni set off bu sayohatga boshlash, sayohatga jo'nab ketish. 6-savolimizda modal fe'llardan test kelgan ekan. Bu yerda to'g'ri variant C variant bo'lgan, mustn't. Keling, har bitta modal fe'lni periodini ko'ramiz. Tarjimasi A da don't have to shart emas degani, B dagi needn't ham shart emas degani, C dagi mustn't qat'iyan mumkin emas degani, ya'ni taqiqlanadi degani, D dagi should esa maslahat uchun kerak ma'nosini bildiradi. Endi qarang. We mustn't be late because we don't want to miss the beginning of the film. Biz kechikishimiz mumkin emas, chunki filmni boshlanishini o'tkazib yuboramiz. Demak, bu yerda bo'lishi mumkin emas. Ya'ni kechikmasligimiz shart ma'nosida mustn't modal fe'lini ishlatar ekanmiz. 7-savolimizda why have you bought this broken car? Nimaga siz mana bu buzuq, singan mashinani sotib oldingiz? Don't you remember I warned you against va bo'sh joyga so'z qo'yishingiz kerak. To'g'ri javob buying it. Nima uchun buying it? Chunki bu yerda against bu qarshi, predlog, preposition va bizda qoida bor, har qanday predloglardan keyin verb oladigan bo'lsak, ya'ni fe'l oladigan bo'lsak, fe'lning ing shaklida olamiz. Against ing bilan keladi. In ing, on ing. Xuddi mana shunday har qanday predloglaringizga ing formulasini qo'yib ketasiz. Keyingi savolimiz 8-savol. My dream is to visit bo'sh joy va Alps so'zlari turibdi. Ya'ni mening orzuyim Alp tog'lariga tashrif buyurish. Qoida bo'yicha biz tog'lar haqida gapirganimizda the artiklini ishlatishimiz kerak. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob A variant bo'ladi. My dream is to visit the Alps. Ya'ni Alp tog'lariga tashrif buyurish. 9-savolimiz. My luggage was va bo'sh joyga sifat qo'yishingiz kerak ekan. Bu yerda kalit so'z bor, all my friends degan. Barcha do'stlarimning ichida mening yukim eng og'iri edi. Tarjimada eng og'ir edi deb tarjima qilishingiz kerak. Shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda 9da A variant bo'ladi, ya'ni the heaviest og'iri edi. B variantda taqqoslagan, C ning xatoligi most
bilan biz hech qachon bir bo'g'inli so'zni ishlatmaymiz. Ya'ni bir bo'g'inli sifat kelmaydi. Ko'pchilik o'quvchilar S variantga chalg'ashib ketishgan va S variant olib chiqqanlar ko'p bo'lgan ekan. Shuning uchun alohida to'xtalib o'tyapman. Most so'zi kelganda do'stlar, biz ko'p bo'g'inli sifatlarni olamiz. Masalan, the most beautiful, the most delicious. Mana shunday keladi. Kiwi esa bu bir bo'g'inli so'zimiz edi. Xo'p, keyingisi 10-savolimizda demolish so'zi berilgan va o'sha so'zni sinonimini toping deyilyapti. Bu do'stlar buzib tashlamoq degan ma'noni bildiradi. A variantimiz improve rivojlanish, B variantdagi knock down ham biron narsani ag'darish, C variantda construct qurish, D dagi destroy buzib tashlash. Aynan bizga demolish so'zimizga, demak destroy so'zi to'g'ri keladi. Shuning uchun ham to'g'ri javob D variant bo'ladi. Keyingi savolimiz 11-savol. Sizga xarita berilgan. Xaritada where is the zoo? Zoopark qayerda deb savol berilgan. Xo'p, to'g'ri javobimiz D variant bo'lgan. Xaritaga e'tibor bergan bo'lsangiz, sizga qayerda turganingiz qizil rang bilan belgilangan. Ana o'sha joydan harakat qilamiz. Go straight on, to'g'riga yuring. Turn left, chapga buriling. The zoo is opposite the hotel. Zoopark mehmonxonaning qarama-qarshi tomonida. Ko'rgan bo'lsanglar, mana mehmonxona bor. Uni qarama-qarshisida jirafani rasmi turibdi. Demak, jirafa bu zoopark zonasi. Shuning uchun ham to'g'ri javobimiz D variant bo'ladi. 12-savolimiz to'g'ri javobni tanlang debdi va qo'sh tirnoq ichida sizga gap berilgan. Do'stlar, bu yerda demak birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, qo'sh tirnoq ichidagi savol gaplar har doim pozitiv, ya'ni affirmativ holatda ochilishi kerak. Ya'ni savol gap hech qachon savol holatda ochilmaydi. Shuning uchun ham B javob bu yerda xato. Ya'ni so'roq bo'lishi kerak emas. Endi keyingisi siz zamonlarni to'g'ri almashtirishingiz kerak. Ya'ni present simple bilan berilgan bo'lsa va sizda demak javobingizda e'tibor berasiz, I am always asked bor. I am degan joyga e'tibor berasizlar. Zamon present bilan boshlangan. Sizni gapingiz present bilan boshlanganda bu tarafdagi ochiladigan gapingiz past simple ga o'zgarmaydi. Ko'pchilik bolalar bu yerga A variantni olib ketgan. Ya'ni who I wanted to be in the future. Nima uchun wanted emas? Ya'ni wanted so'zi tushmayotganligini sababi I am bilan gap kelganligi. Agar I was bilan kelganda biz ani olgan bo'lardik. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob C variant bo'ladi. Who I want to be in the future. Ya'ni present simple ni o'zida qoldiramiz, faqatgina pozitiv, ya'ni affirmative holatga o'tkazamiz. 13-savolimizda ham demak to'g'ri javobni tanlang deyilgan va gap berilgan. I think Botir can't cope with the task. O'ylaymanki Botir bu vazifani qila olmaydi. Endi bu negativ gap. Men ham shunday o'ylayman yoki men ham qila olmayman ma'nosini beradigan bo'lsangiz, sizda B bilan C variant avtomatik xato javoblar. Chunki negativ gaplarga so ishlatilmaydi. So'ni chiqarib yuborasizlar. Negativ gaplarga biz either yoki neither so'zini ishlatishimiz kerak. Farqi D dagi either so'zi gapning oxirida keladi. Bu yerda esa boshida kelib qolgan. To'g'ri javob demak A bo'ladi. Neither can I. Ya'ni negativ gaplarga neither so'zini ishlatasizlar. 14-savolimiz buyruq gap kelgan. Clean all the mess you have made. Sen qilgan barcha, ya'ni tartibsizliklaringni tozalab qo'y, yig'ishtirib qo'y. Shu buyruq gaplar kelganimizda biz testda will you so'zini ishlatishimiz kerak. Bu yerda tag question mavzusi tushgan, buyruq gap kelyapti. Har qanaqangi buyruq gap, u farqi yo'q. Pozitiv bo'ladimi, negativ bo'ladimi? Sizning savolingizni oxiri har doim will you bilan tugaydi. Shunda to'g'ri javobimiz C variant bo'ladi. 15-savol zamonlardan tushgan. By the time so'zi past simple bilan birga keladi va undan keyingi gap past perfectda keladi. Mana e'tibor bering, bizda past perfect bor. The train had already left. Endi bizga past simple kerak. Shunda biz olamiz B variantni. Arrived. Ya'ni by the time he arrived at the station, the train had already left. 16-savolimizda ham zamonlardan tushgan. Bu yerda bizga kalit so'z since degani bu dan beri degani. Since'ni ko'rganingizda present perfect continuous'ni olishingiz kerak. Ya'ni have been working. Agar mabodo present perfect continuous sizda bo'lmasa, unda present perfectni o'zini olsanglar ham bo'ladi. Have worked bilan. Lekin asosan perfect continuous ishlatilinadi. Xo'p, shuning uchun to'g'ri javobimiz B variant bo'ldi. 17-savolda sizga notice, ya'ni belgi tushgan.
Aytyapti 13 yoshdagi bolalar, 13 yoshdan kichik bolalar demak nima qilish kerak ekan? Swimming poolga, suzish havzasiga o'smirlar bilan birga kelish kerak ekan. Ya'ni o'zidan katta bir akalari yoki opalari 13 yoshdan past bo'lgan bolalarni birga olib kelishi kerak deyilyapti. Shunda biz bunga to'g'ri javob qilib B variantini beramiz. Adults must stay with children under 13. Ya'ni o'smir yoshdagi katta bolalar 13 yoshdan past bo'lgan bolalar bilan birga turishi kerak. Ya'ni o'sha suzish havzasida. Ya'ni qarash, xabardor bo'lish uchun. Shunda to'g'ri javob B bo'ldi. Va grammatikadagi oxirgi testimizga yetib keldik. 18-savol. Bu yerda do'stlar, I usually drive my brother-in-law's car. Qarang. Apostrof s dagi mavzu bu ning mavzusi, to'g'rimi? Ning mavzusi. Ya'ni mening qayni akamning yoki qayni ukamning mashinasi deydigan bo'lsak, qoida bo'yicha haligi apostrof s birikmamiz bizda low'dan keyinga qo'shiladi. Buni yodlab qo'yishingizni maslahat beraman, chunki mother-in-law, father-in-law, ya'ni qaynona, qaynota farqi yo'q. Qayin so'zi bilan birga kelgan hamma so'zlarda ning so'zini qo'ysangiz, ya'ni brother, fatherga emas, balki low qismiga qo'shasiz. Shunda to'g'ri javob bu yerda C bo'lgan. Brother-in-law's car bo'ladi. Ya'ni men odatda qayni akamning mashinasida ishga boraman yoki qayni ukamning mashinasida ishga boraman degan tarjima kelib chiqadi. Aziz o'quvchilar, endi sizlar bilan reading savollarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savolimizda the electric toaster was invented. Electric toaster qachon yaratilgan deb savol berilyapti. Sizda readingizda aniq javob bor. 1905-yilda yaratilgan deyilgan va 1928-yilda esa bread slicer, ya'ni nonni bo'luvchi apparat yaratilgan ekan. Demak, shunda biz taxmin qilamiz, yillardan kelib chiqqan holatda electric toaster nonni bo'ladigan apparatdan oldin yaratilgan. Shunda to'g'ri javob C variant bo'ladi. Before the bread slicer. Qolgani to'g'ri kelmaydi. Xo'p, keyingisi 20-savolimizda stale so'zini, qarama-qarshi so'zini toping deyapti. Opposite, ya'ni qarama-qarshi so'zini toping. Stale degani aynigan, buzilgan, achib qolgan, ya'ni mana shunaqa ma'nolarni bildiradi. Bu yerda qarama-qarshi so'z bizga fresh bo'ladi, ya'ni свежий, yangi ma'nosini bildiradigan so'z. 21-savolimizda hamma gaplar to'g'ri, bittadan tashqari. Ya'ni bitta xato bor, shuni topib bering deb savol berilyapti bizda. Xato javobni topasizlar. Bu yerda esa C variant xato. Shuning uchun biz C ni olamiz. O'qiymiz C variantni. The bread slicer was invented before the electric toaster. Ya'ni nonni maydalovchi boyagi uskuna elektrik toasterdan oldin yaratilgan deyapti. Biz boya buni aytib o'tdik, yillarida farq bor. Nonni bo'ladigan apparat 1928-yilda yaratilgan, ya'ni keyin yaratilgan. Demak, mana shu gap bizda xato bo'ladi. C variantini olamiz. 22-savolda tekstdan biz nimani xulosa qilishimiz mumkin? Sizni kichkinagina matningizda shu narsa aytilganki, bitta apparat boshqa bitta apparatni yaratilishiga turtki bo'lgan. Ya'ni elektrik toasterdan kelib chiqib, nonni demakmi? Bread slicer, ya'ni nonni bo'ladigan apparat yaratilgan ekanda. Mana shuni holatdan oladigan bo'lsak, bizda D variant to'g'ri bo'ladi. One invention may lead to another invention. Bir yaratilgan kashfiyot boshqa bitta yaratiladigan kashfiyotga demak sabab bo'ladi yoki yo'l ko'rsatadi ma'nosida keladi. Keyingi matnchamizni ko'ramiz. Bu yerda demak savolimizda according to the passage, what is relationship between intelligence and sleep? Aqllilik va uyqu orasida qanday aloqa bor deb so'ralyapti. Demak, biz buni ko'rgan bo'lsak, variantlarimizda to'g'ri javob D variant bo'lgan. D variantda more intelligent people require less sleep. Aqlliroq insonlarni uyqusi kamroq bo'ladi. Ya'ni kamroq uyqu talab qiladi. Tekstimizda berilgan ikkinchi qatorda turibdi. Men belgilab berdim. Mana shu joyda mana the higher your intelligence, the less sleep you need. Qanchalik aqlli bo'lsangiz, shunchalik kam uyqu sizga kerak bo'ladi. Ya'ni kam uxlaysiz degan gap berilgan. Shundan kelib chiqib to'g'ri javobimiz D variant bo'ldi. 24-savolimizda savol berilyapti. When does intelligence reach its peak according to the passage? Tekstga ko'ra aqllilik qachon o'zining cho'qqisiga yetadi? Bu yerda to'g'ri javob B variant bo'ladi. In the early 20s, ya'ni dastlabki ilk 20 yoshlik paytlarda. Tekstimizda shundoqqina ikkinchi qatorda kelgan
Intelligence reached its peak in the early 20s. Mana aytyapti, dastlabki 20 yoshda o'zining cho'qqisiga erishadi. And deyapti qarang, va most of great scientific discoveries have been made in the 30s. Eng muhim ilmiy kashfiyotlar esa 30 yoshlarda qilinadi. Lekin bizning savolimizda aqlli bo'lish o'zining cho'qqisiga qachon yetadi deganda 20 javobini berishingiz kerak bo'ladi, chunki tekstimizda shunday berilgan. In the early 20s. Xo'p, keyingi savolimiz 25-savol. What has been indicated as one of the two best ways to maintain useful intelligence? Ya'ni, quyidagi gaplardan qaysi biri yosh insonlarni aqliy faoliyatida, demak, eng zo'r yo'llar sifatida tasvirlangan? Drinking no alcohol, aroq ichmaslik, spirtli ichimliklarni ichmaslik. C variant bo'ladi. Tekstimizda kelgan, demak, 3-qatordan boshlab o'qiymiz mana. It has been indicated that the best ways to maintain your intelligence at its useful strengths are to drink no alcohol deb yozib qo'yilibdi. Demak, spirtli ichimliklarni ichmaslik yoshlarni kuchli qiladi va bu kuchlilik esa aqllilikni saqlab qoladi deb gapirilyapti. Demak, shunda to'g'ri javob C variant bo'ladi. 26-savolimizda what does the passage suggest about maintaining intelligence at its useful strengths? Ya'ni tekst sizga qanday tavsiya beradi? Kuchlikni saqlab qolish uchun, yoshlikdagi kuchlikni va o'sha intelligence'ni, bilimni saqlab qolish uchun qanday sizga tavsiya beradi? To'g'ri javob bu yerda B bo'lgan. Drink no alcohol and continue studying throughout life. Ya'ni umuman spirtli ichimlik ichmang va butun hayotingiz davomida studying, ya'ni o'qishni davom ettiring. Tekstimizda xuddi shunday kelgan. Eng oxirgi gapimiz. No alcohol and to continue studying throughout your life deb berilgan. Demak, do'stlarimiz, bizda oxirgi readingimiz qoldi. Demak, keyingi savolimizda what does biodiversity refer to? Biodiversity nimani anglatadi? Tekstimizda boshida kelgan. Ikkinchi gapdan boshlab o'qiymiz. Biodiversity refers the variety of life forms on earth. Ya'ni demak, hayotimizdagi turli xilma-xillikni anglatar ekan yerdagi. Variety of life forms deb olasiz. Shunda to'g'ri javob A variant bo'lar ekan. 28-savolimizda why is biodiversity important for ecosystems? Nima uchun bu bizga tabiat sistemamizga muhim? Bu yerda to'g'ri javob B variant bo'lgan. Maintaining ecosystem balance and resilience. Ya'ni balansni saqlab turish uchun. Bu esa bizning tekstimizda shundoqqina 2-qatorda kelyapti. It plays a crucial role in maintaining ecosystem balance and resilience. Keyingi savolimizda what are some threats to biodiversity? Ya'ni biodiversityga nimalar xavf-xatar solyapti? To'g'ri javob habitat destruction bo'lgan. Tekstimizda shundoqqina berilgan conservation bilan boshlanadigan qatordan boshlab o'sha qatori tepasida berilgan ekan. Mana such as deb yozilgan. Such as habitat destruction, pollution and climate change are threatening biodiversity worldwide deb berilgan ekan. Ya'ni nima narsalar? Pollution, ifloslanish, climate change, mana shu narsalarning barchasi demak habitat destruction deyiladi. Shuning uchun ham bizda to'g'ri javob A variant bo'lgan. Va oxirgi 30-savolimizda why is conservation of biodiversity essential? Nima uchun o'sha conservationlar muhim? Bu yerda protect endangered spaces, ya'ni bilasiz conservation bu qo'riqxona, ya'ni muhofaza qiladigan joy. Nima uchun bizga muhim? Chunki xavf ostida qolgan turlarni ular protect qilib beradi, himoya qilib beradi. Gapimizning eng oxirida kelgan mana conservation efforts are essential to protect endangered species and preserve the intricate web of life. Ya'ni bizga nima qilib berar ekan? Hayotimizda o'sha endangered specieslarni, xavf ostida qolgan demak turlarni protect qilish uchun, himoya qilish uchun biz uchun muhim deb berilgan ekan. Shu bilan siz bilan fevral oyidagi oylik testimizning ingliz tili fanidagi savollar tahlilini yakunlab oldik. O'zingizning savollaringiz va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.